Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun lazer yordamida pol qoqishni o'rganamiz. Naql lazerni bir joyga moslab olamiz. Moslab eshikni paroyini tagiga aniq to'shna qilib mo'ljallab o'rnatib olamiz. O'rnatib olganimizdan keyin mana shu oxiridan bir boshdan ragalarimizni ikki chekkasiga o'rnatib kelaveramiz. Lazer nuri shu lagamizni tepasiga to'shni tushtirish kerak bo'ladi. Mana lagamizni ham ikkinchisini o'rnatdik. Ko'rishlaring mumkin. Lazer nuriga to'shni turadi. Mana bu chekkasi ham lazerni nuri keyingi lagalarga ham tushib turadi. O'shani hisobini olib balandliklarni moslab ketaverasizlar. Mana shunday qilib navbatma-navbat lagalarimizni qo'yib chiqamiz. Tekisliklari ham yaxshi keladi. Baland-past bo'lib qolmaydi. Lagalarimizni qo'yib olganimizdan keyin ikki chekkasiga pollidan qoqib olamiz. Qoqib olganimizdan keyin ustunlarini qo'yayotganda mana shu tirnaqli qilib qo'ysak, hali baland-past bo'lib keyinchalik ham o'ynab qolmaydi. Qimirlaydigan bo'lib qolmaydi. Shuni hisobini olasizlar. Shunday qilib birma-ketinlikda qoqib ketilaveradi. Bu eski polli. Eski pollikni sug'urib boshqatdan qoqilyapti. O'shaning uchun ancha-muncha nuqsonlari bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Masofasi bir xil tekis bo'lib chiqdi.